Mana bugün yangi balorlar 4 metrlik, mana 5 metrlik, 4,5 metrlik, 4 metrlik yangi balorlarimiz keldi. Moshni zo'rlari garbilan tushdi. Balorlar katta zo'r. Ko'rasizlar. Mana 2 metrliklari ham tushgan. Xo'p o'rtoqlar, balonlarni tushirib oldik. Endi o'sha narxlar bilan o'zlarini bir ko'rsatib o'taman, qisqaroq video qilib narxlarni so'raganlar uchun. Bu birinchisi xo'sh 2 metrligidan boshlayman. 2 metrligidan boshlayman. Mana chotkisi kelgan 7 to'g'ri 2 metrlik ko'pish so'raydi. 4 metrlik bo'lib bersa 2 metrligini so'rashaydi. Arzonroq chiqqan bu. 50 ming so'mdan chiqadi donasi. Mana yer bo'lib ketmasin deb ustiga g'ishlar bilan taxlab qo'ydik o'rtoqlar. Keyingisi mana 3 metrligi tugagan edi o'rtoqlar. 3 metrligimiz moshni zo'rlari keldi. Mana yondan ham ko'rishinglar mumkin. Zo'rlari keldi. Buni narxi 80 ming so'mdan 75 ming so'mdan chiqadi donasi. 3 metrlik 714. Mana 4 metrligimiz ham tugagan edi. 4 metrligini yana chotkilari kelgan. 110 mingdan chiqib 105 qilib beramiz. Ko'prog'ini kelishtirib ham beramiz. 4 metrlik dumaloqlarimiz tugagan edi. 4 metrlik mana dumaloqlarimiz kelgan. Moshni zo'rlari. Bular 100 ming so'mdan chiqadi donasi. Bular ham qalin chotki kesilgan. 5 metrliklarimiz hammasi bor. 5 metrlik narxini aytib o'tib ketaman. 5 metrlik 165 ming so'mdan chiqadi donasi. 4,5 metrligimizdan tugagan edi. Bundan keldi mana moshni nimalar uchlari. Bu yana ingichka ekan deb o'ylamanglar. Men bu yo'g'on tomonini ko'rsataman. Uchlari ham chotki mana. Yo'g'on tomonlari mana chotki zo'r. Bular 4,5 metrlik 135 ming so'mdan chiqadi donasi. Mana archilgan tayyor zo'ri. 6 metrliklarimiz ham ozroq qolgan edi. Bundan yangilari keldi mana. 6 metrliklarimiz 220 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Yo'g'on zo'rlari o'rtoqlar. Mana bolalar hammasini narxlarini ko'rsatib o'tdim. Manzilimiz Qashqadaryo, Shahrisabz, Chorshanba o'rtoqlar. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, sog' bo'linglar. Garbillarimiz ham bor. Garbillar ham yangi keldi bugun, xudo xolasa. Kelasizlar manzil Qashqadaryo, Shahrisabz. Sog'